Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Radis Agrotech kompaniyasining YouTube platformasida biz sizlarga bugun Shahzod do'stimiz bilan assalomu alaykum. Charchamaysiz aka. Ikkita agregat haqida to'liq ma'lumot berib boradi. Shahzod muxlislarimizga, o'sha Radis Agrotech mijozlariga ushbu agregat haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bu agregatimiz Turkiya firmasida ishlab chiqarilgan. Hozirda O'zbekistonda ham bor, sotuvda mavjud. Bu agregatimiz shtonga apreskvitel deb aytiladi. Shtonga apreskvitelimiz o'zining ichiga suyuqlikda 600 litr dorini ichiga oladi. Bu apparatimiz asosan paxta, g'alla, shu dehqonchilikda ishlatiladi bu. Bu apparatimizni motor tomonlariga keladigan bo'lsak, bu apparatimiz 3 porshin. Buni orqa tomondagi dori sepadigan, sochib beradiganlari parlab. Bu qanotlari 12 metrlik ochiladi. 12 metrlik ochiladi polni. 12 metrni tashkil qiladi. 12 metr tashkil qiladi. Bachok sig'imi necha litr? Bachok sig'imi 600 litrlik. 600 litrni. 600 litr. Buni asosan qaysi fermer xo'jaliklar? Buni qaysi fermer? Qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi. Paxta, g'alla, shunaqa yetishtiruvchilar uchun ishlab chiqariladi. Bu Radis Agrotech kompaniyasida bugungi kunda sotuvda ham mavjud. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ikkinchi agregatimiz haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu ikkinchisi apparatimiz, bu sadovoy apreskvitel. Sadovoy apreskvitel asosan bu bog'larga ishlatiladi. Chunki bu dorini yonga parlab beradi. Yonga parlab bergani hisobiga bu bog'larga, shularga asosan ishlatiladi. Buni ham dori oladigan sig'imi 600 litrlik, motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismi 3 porshindan tashkil topgan apparatimiz. Oldi tarafini ham ko'rsatsangiz. Asosiy qismi menimcha mana shu tarafda bo'lsa kerak. Asosiy qismi oldi tomonda. Bulardan parlab sochib beradi dorini. Bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan fermer akalarimizga juda kerakli agregat ekan. Menimcha video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kimga bunaqa agregatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.